Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetlik ata-analar, şundaqla omaq farzandlarimiz, Güzel Dinin programımızın 13. saniga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Kamina Abdullah Yalqun shundaqla kichik diktorimiz Qizil Yupurmoqdan sizlarga oliy ehtirom salomlar bo'lsin. Xo'sh, hammalarga ma'lumki biz bu programmamizda Mening Güzel Dinim nomli kitobni diqqatingizga sunib kelyapmiz. İnşallah biz o'tganki bir qancha soatlik programmamizda namoz babini davomlashtirib kelayotgan, inshaalloh bugun yana shu kelgan yerdan boshlab davomlashtiramiz. Bugungi babimiz namozni buzadigan ahvollar degan yerga keldik. Shu yerdan boshlaymiz. Namoz o'qiyotganda tahoratning sunib ketishi, namozni buzgan ahvollarning biri bu. Ikkinchisi, namozning farzlaridan birining kam qilishi. Uchinchi, namozda biror narsa yeb ichish. To'rtinchi, namozda gap qilish, salom berish yoki salomni ilik elish. Beshinchi, dunyoga oid bir ish tufayli yig'lash yoki deb tortish. Allohdan qo'rqib yoki Allohga bo'lgan sevgi muhabbat tufayli yig'lash namozni buzmaydi. Oltinchi, namoz o'qiyotganda o'zimizga anglangudek darajada ovoz chiqarib kulish. Namozda yenimizdagilar anglagudek darajada ovoz chiqarib kulsak, tahoratimiz sunib ketadi. 7. Namoz o'qiyotganda maydimizni qibladan boshqa tarafga qaratish. 8. Sirtdan qaragan kishiga namoz o'qimayotganda ko'ringan holda boshqa ish bilan shug'ullanish. 9. Qur'onni ma'nosi o'zgarib ketgudek darajada xato o'qish. 10. Bomdod namozi o'qiyotganda kunning chiqishi. Tövanda o'yinini buzishni xohlamadim degan mavzuni qizimiz Qizil Yupurmoq o'qib berdi. Qani marhamat. Oyununu buzuşunu xalimidim. Peşin yoki asr namozi vaqti edi. Nevrisi Hasan bilan Hüseyinni hapash qilib ko'tirib olgan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam masjidga kirdi. Mihrobga chiqdi. Hasan bilan Hüseyinni yerda qo'ydi. Takbir etib namozga turdi. Sahobalarmu uning orqasiga tizilib turdi. Payg'ambarimiz namozda secdede başka namazdakidan uzak durdu. Bu esnada nevlilerden biri Peygamberimizin mübarek dümbeside oynavatatdı. Namaz okulup bolgandan keyin sahabi kiramlar Ey Allah'ın peygamberi! Secdeden biride uzun vakit beşini götürmey turuvudun, biz sana vahiy kelgen okşaydı dep oyladık, deyişti. Peygamberimiz mundaq dedi. Undaq bolmadı. Lekin namaz okuvassam, nevrem üstümge çıkıp aldı. U üstümden tushishni saqlab turdim. Aldirab, uning o'yinini buzishni xohlamadim. Bu hadis İmam Nasai'ning Tatbiq bobining 82 numaralı hadisida tilg'ilingan. Tövanda jamoat bilan namoz o'qishning ahamiyati mavzuliq bobimizga keldik. Imom va jamoat degan nima degan savoldan boshlaymiz. Eng az bir kishiga yoki bir to'p kishiga yetakchilik qilib namoz o'qigan kishi imomga iqtido qilgan kishilar jamoat deyiladi. Cami nima uchun Allohning uyi deb ataladi? Javob: camilar va masjidlar musulmonlar bir yerga kelib to'plangan va jamoat bo'lib namoz o'qiydigan binolardir. Bu binolarning ichida Allohga sajda qilinganligi, ibodat qilinganligi, namoz o'qilganligi uchun Allohning uyi deb ataladi. Jamoat bo'lib namoz o'qishning afzalligi nima? Javob: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazını hamisha jamoat bilan birlikda o'qiydi. Bizga mu namozni jamoat bilan birlikda o'qishni tavsiya qilgan edi. Jamoat bilan birga o'qigan namozning yolg'iz o'qigan namozga qaraganda 27 hassa ortiq savobi bor ekanligini aytgan edi. Sababsiz holda jamoatdan ayrilishni to'g'ri topmagan edi. Jamoat bilan birlikda bo'lishni musulmonlarchilikning go'zal alohidaliklaridan biri deb hisoblagan edi. Suyumlik Peygamberimiz yana kamil taharet elib namoz uchun camiga mangan kishilarning bosgan har bir qadami bilan bir gunohining afu qilindiganligi va bir savobga erishadiganligidan xush xabar bergan. Suyumlik Peygamberimiz mundaq deydi: Jamoat bilan o'qilgan namozning savobi yolg'iz o'qilgan namozninkidan 27 hassa ortiqdir. Bu hadis İmam Buxoriyning Azan bobi 30 numaralı hadisida tilg'ilingan. Namozlarimizni jamoat bilan birlikda o'qish orqali nimaga erishamiz? Suyumlik Peygamberimiz mundaq deydi: Bir kishi uyda kamil tahorat olgandan keyin Allohning farzlaridan birini ado qilish uchun masjidga qarab yo'lga chiqqan bo'lsa, bosgan bir qadami uning gunohini o'chiradi.
yana bir qadami uni bir daraja yuksaldirdi. Bu hadis Imom Muslimning Masajid bobi 282 numurli hadisdir. Yana suyumlik payg'ambarimiz mundaq deydi: Shubhisizki, namozda eng ko'p savobga erishadigan kishilar yiroq yerlardan kelgan kishilardir. Namozni imom bilan birlikda o'qish uchun saqlagan kishining savobi namozni yolg'iz o'qib bo'lib uxlagan kishininkidan ortiqdir. Bu hadismi Imom Buxoriyning Azan bobi 31 numurli hadis. Namozlarimizni jamoat bilan birlikda o'qish orqali nimaga erishamiz? Namozning jamoat bilan birga kollektiv o'qilishi musulmonlar orasida mehr, muhabbat va hamkorlashish tuyg'usi paydo qiladi. Birlikda namoz o'qigan musulmonlar bir-birining ahvolidan xabardor bo'ladi. Qiyinchiliklarni hal qilishda o'zaro yordamlashadi. Jamiyadagi tabliğ, xutba va suhbatlarda dinimizning amr farmonlarini o'rganalaymiz. Payg'ambarimizning hayoti va axloqiga munosabatli bilimimizni oshira olamiz. Camilarda bir yerga yig'ilib birlikda Allohga ibodat qilishning fayzini suralaymiz. Farishtalar atrofimizga keladi. Bizga Allohning rahmati va barakati yog'di. Rabbimiz jamoat bo'lib kollektiv qilingan ibodatlarni texmi bak yaxshi ko'radi. Jamoatning barakati bilan ibodatlarimizdagi kamchiliklarimizni afo qiladi. Jamoat bilan birlikda namoz o'qiganda saf qandoq bo'lishi kerak? Javob: safda erlar oldida, bolalar o'ttirida, ayollar kaynida turadi. Jamoat bilan birlikda namoz o'qiganda saf ratlik, zich bo'lishi, saf orasida bo'sh yer qolmasligi kerak. Oldi tarafda bo'sh yer bo'lsa, orqada yangi safga tizilish to'g'ri emas. Payg'ambar alayhissalom safga ratlik tizilinglar. Bir tuz siziq ustida turgandek oranglarda bo'sh yer qolmasin. Safni ratlash uchun qo'linglardan tutib tortgan qarindishinglarga yumshoq muomala qilinglar. Shayton kirib olgudek bo'sh yer qo'ymanglar. Alloh safni bir-biridan uzoq turganlarga, ya'ni orada bo'sh yer qo'yganlarga Alloh ne'mat bermas degan va safni ratlik turishning namozni tamomlovchi bir omil ekanligini xotirlatgan edi. Shaxsan o'zi sahobalarning sepini tuzab, egiz pas, ratsiz, qalaymiqan turmanglar. Unda qilsanglar, qalbinglarmi bir-biridan farqli bo'lib qoladi degan edi. Namozni jamoat bilan birga o'qishning hukmi nima? Juma namozni jamoat bilan birga o'qish farz. Boshqa namozlarni jamoat bilan birga o'qish bo'lsa, sunnati muakkadadir. Sababsiz holda jamoatdan ayrilish payg'ambarimizning sunnatiga uyg'un emas. Jamoat bilan birlikda namoz qanday o'qiladi? Jamoat bilan birga namoz o'qiganda imom namoz o'qishga va o'ziga iqtido qilguvchi jamoatga yetakchilik qilib namoz o'qitishga niyat qiladi. Imomga iqtido qilganlarmi ham o'qiladigan namozga hamda imomga iqtido qilishga niyat qiladi. Misol uchun peshin namozning farzini jamoat bilan qanday o'qiydiganligimizga qarab boqaylik. Birinchi, avval niyat qildim Alloh rizosi uchun peshin namozning farzini o'qishga, iqtido qildim imomga deb niyat qilamiz. Ikkinchi, imom o'llik ovozda Allohu akbar deganda bizmi ichimizda o'zimiz anglagudek ovozda takbir o'qib namozni boshlaymiz. Imom aytgan boshqa takbirlarni mo ichimizda takrorlaymiz. Uchinchi, takbirdan keyin qo'l bog'lab ichimizda subhanakani o'qib jim turamiz. Boshqa rakatlarda o'ri turganda o'qimaymiz. Imom o'llik ovozda o'qigan namozlarda Fatiha surasi tamomlangandan keyin ichimizda amin deymiz. O'llik deyishmi sunnat. To'rtinchi, rukuga egilganda 3 qatim subhana robbiyal azim deymiz. Imom samiallohu liman hamida degach o'ri turganda bizmi o'ri turgach robbana lakal hamdu deymiz. 5. Sajdadami 3 qatimdan subhana robbiyal a'la deymiz. 6. O'ltirganda imom bilan birlikda bizmi at-tahiyatu Allohumma solli ala, Allohumma barik ala, Allohumma robbana atina, robbana g'firli duolarini o'qiymiz va imom bilan birlikda salom beramiz. Jamoat bilan birlikda namoz o'qiganda imomga ergishimiz. Imomdan ilgari harakat qilmaymiz. Jamoatga ulgurolmaganda namozlarimizni qanday to'liqlaymiz? Javob: jamoatga ulgurolmaganda yetishalmagan rakatlarni imom salom berib bo'lgandan keyin to'liqlaymiz. Imom rukudan o'ri turishdan ilgari yetishgan rakatlarni o'qigan hisoblanamiz. U rakatni qayta o'qishimizning hojati yo'q. Jamoatga ikkinchi rakatda ulgurib kelgan bo'lsak, oxirgi rakatda at-tahiyatu qatorliq duolarni o'qib, imomning salom berishiga saqlaymiz. Imom salom berib bo'lgandan keyin o'rnimizdan turib, ulgurolmagan birinchi rakatni tövandagidek to'liqlaymiz. Birinchi rakat:
Subhanaka a'uzu bismillah Fatiha surasi va Qur'ondan xoligan oyat, ruku, sajda, at-tahiyyatu, Allohumma solli ala, Allohumma barik ala, Allohumma rabbana va salam. Jamoatga 3-rakatda ulgurib kelgan bo'lsak, imom salom bergandan keyin o'rnimizdan turib yetishalmagan dastlabki 2 rakatni tovandikicha to'liqlaymiz. 1-rakat Subhanaka a'uzu bismillah Fatiha surasi Qur'ondan oyat, ruku va sajda. 2-rakatda Bismillah Fatiha surasi Qur'ondan oyat, ruku, sajda, at-tahiyyatu, Allohumma solli ala, Allohumma barik ala, Allohumma rabbana va salamdan iborat. Jamoatga 3-rakatda ulgurib kelgan bo'lsak, imom salom bergandan keyin o'rnimizdan turib yetishalmagan dastlabki 2 rakatni tovandikicha to'liqlaymiz. 1-rakat Subhanaka a'uzu bismillah Fatiha surasi Qur'ondan oyat, ruku, sajda. 2-rakat Bismillah Fatiha surasi Qur'ondan oyat, ruku, sajda, at-tahiyyatu, Allohumma solli ala, Allohumma barik ala, Allohumma rabbana va salam. Jamoatga 4-rakatda ulgurib kelgan bo'lsak, imom salom bergandan keyin o'rnimizdan turib yetishalmagan 3 rakat namozni tövandikidek to'liqlaymiz. 1-rakat Subhanaka a'uzu bismillah Fatiha surasi Qur'ondan oyat, ruku, sajda, at-tahiyyatu. 2-rakat Bismillah Fatiha surasi Qur'ondan oyat, ruku, sajda. 3-rakat Bismillah Fatiha surasi, ruku, sajda, at-tahiyyatu, Allohumma solli ala, Allohumma barik ala, Allohumma rabbana va salamdan iborat. Sham namozida 3-rakatga ulgurib kelgan bo'lsak, jamoat salom berib bo'lgandan keyin o'rnimizdan turib kam qolgan 2 rakatni 1-2-rakatni tövandikidek tamomlaymiz. 1-rakatda Subhanaka a'uzu bismillah Fatiha surasi Qur'ondan oyat, ruku, sajda, at-tahiyyatu. Uning keyinda 2-rakatni bo'lsa Bismillah Fatiha surasi Qur'ondan oyat, ruku, sajda, at-tahiyyatu, Allohumma solli ala, Allohumma barik ala, Allohumma rabbana va salamdan iborat. Jamoatga har qanday bir namozning oxirgi rakatining rukusidan keyin ulgurib kelsak, imom salom bergandan keyin o'rnimizdan turib barliq rakatlarni yolg'iz o'qib namozimizni tamomlaymiz. Jamidagi adab qoida. Camilerge münasebetlik tövendeki noktalarga dikkat qilishimiz kerak. 1. Camiga taharet ilip o'ng putumizda dastlab kirishimiz kerak. 2. Camiden sol putumizda dastlab chiqishimiz kerak. 3. Putimiz ve paypiqimiz meynat holda camidagi gilam yoki palas qatorliq narsalarga dasmasligimiz lozim. 4. Piyoz, samsaq yeb, tamoq chekib, og'zimizni badbo'y puritib, camiga berib, jamoatni bearam qilmaslik kerak. 5. Sababsiz holda camida putni uzun sunib o'ltirish, vaqirab chaqirash, varang churun qilish, quruq parang selish qatorliq adabsiz qilmishlardan yiroq turish kerak. 6. Camida Qur'on o'qilayotgan yoki tabliq qilinayotgan bo'lsa, diqqat va hurmat bilan anglash. 7. Camiga kechikib kelganda bo'sh yerda o'ltirish, oldi tarafga o'tish uchun jamoatni qistamaslik kerak. Hürmetli ata-onalar, shunaqla o'moq farzandlarimiz, shuna qilib go'zal diniy programmamizning 13-soni mush yerda vaqt munosabati bilan oxirlashdi. Inshaalloh yana bir qatimliq suhbatda ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Qani qizil yufurmaqsiz ham xo'shlashib eling. Hürmetli ata-onalar ve qadrli kichik do'stlar, kelar qitimqi programmamizni ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiraman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.